el işenci chin aqida ajrda. Tarixiy miros, tarixiy retsept, sadoqat, biotexnologiyasi. Ишикни bir ичип таа. Тамам кой. Voy, yaxshimi? Qanday ahvol? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum cho'nglam aka. Kevraylar. Ha biz. Keling bana. Qadam yetdi, balo yetmasin. Ha, bizning boshliq. To'g'ri. Men mushu kelgusida qurilmoqchi bo'lgan Yulib alar sho'nqoshlikning bosh direktori bo'laman. Bu yoq muavin direktor bo'ldi. Ha, muavin bosh direktor. Kelishga maqsadinglar. Ha, biz mushu shirkatimizga yaqinda chet elda mush addassiz nocha bir mahsulotlardan bir turkum kirgizganda, shu mahsulotlarni sizlarga bir tunishtiraylik deb. Pulga. Bek yaxshi mahsulot ko'rib taqamman. Qani. Ha? Mana. Ha, mana bu tazning aqli tushtinki markalik soatni tunishtiray. Bu soatni qo'lingizga taqib olsangiz, sizni qiyib ketgan tirlarni asliga keltirib, asl holatga chiroyli qildi. Ha, o'rg'iltidi. Men go semiz emasdim bolarim. Ha, samirtidi. Ha, to'g'ri. Qizim siz ko'rib beqman. Voy bu saat momamda nima? Morksim bilbil bo'lmaydi ketihi. Madash, bu soatni siz setib olsangiz, biz bir amal qilib bonus beramiz. To'g'ri. Ha, bonus beramiz. Ha, uning ustiga bu soatni yana bir olaydik bor. Ha, xizmat qilib charchaysiz-ku, charchgan vaqtda soatni qo'lga taqab, xohlagan bir vaqtga tanishib olib, boshlig'ingizni ko'rsatib, "Hey, soat necha bo'ldi qarab baqa? Ha, men nechigacha ishlayman? Ha, ketdim." deb keta olasiz. Sen bilan keyin hisoblashaman. Yana bor. Mana bu igilgan boshli qilish kesmabdi markalik shilapa. Bu shilapani kiyib olsangiz bir umr beshingizni kun tushmay o'tasiz. Qizim, bu shilapa sizga bekrak mos kelamdi nima? Shundoq. Bu shilapani siz kiysangiz rivoyatlardagi paylarga o'xshab ketasiz. Yana bor. Ne bo'ldi? Bu joyi bulam qo'lga kelibsin bizni. Ha. Qizim, sadoqat shifoyi birinchi nusxani olib chiqib bering. Qaysi ichimlikni yapar? Sadoqat shifoyi birinchi nusxa limon, meva, sirka ichimlikini-chu. Ha, maqla. Yashinib qoldim emasmi bolarim? Limon ichimlik. Rahmat qizim. İşçivatınız mahsulot bu? Ishkinim sadoqat shifoyi birinchi nusxa limon, meva, sirka ichimligi bo'lar. Bu mahsulot o'shundoq yaxshimikan? Hozirgi davrda yemeklik iste'molimizning mo'llashiga ergishib,
nurg'unlagan ikkilam sog'lomlik masalalari paydo bo'lmoqda bolalarım. Menmu qon tomir to'silish, jigarni moy qoplab ketish, yuqori qon besim, qonda moy ko'p bo'lib ketish qatorliq ahvollar intayin ig'ir edi. Mushu sadoqat shifoyi birinchi nusxa limon meva sirk ichimlikini ichgandan keyin mushu salomatligimda nihoyat zo'r o'zgarishlar paydo bo'ldi. Rahmat sizga qizim. Arzimaydi opa. Ota-onalar ko'ngil bo'lishar bir farzandlarni cho'qim qilishga tegishli kishi. Bu mahsulotni do'stlarimning hammasi ota-onasi bir yurishdan olib beribdi. Haqiqatan unumini ko'ribdi. Shuning bilan men opamga bir yurish ag'ashga aytdim. Buni iste'mol qilgandan keyin rostla unumini ko'rdik, opa. Meni ko'rib turibsizlar bolalar. Xo'jayin. Bizni ashta ishonchli mahsulot sotaylik bu. Nima bu oqmaydi bu? Oqmasmat zo'rab sotadi, bundan ko'tarib burib qo'ldan bor. Ashni sotaylik bizmi? Shunda qilaylik, biz Ha, o'sha shu. mahsulotlarni sataylik. Shuni sotib. Qaysi shirkatning mahsuloti bu? Bu bizning faxrli korxonamiz Şinjan Sadoqat Biopantexnik cheklik shirkati ishlab chiqargan Sadoqat shifoyi birinchi nusxa limon meva sirk ichimligi bolalarım. Shunday. Xo'jayin biz mushta ishonchli mahsulotlarni sotaylik. Bu bo'laylik. Burada. Ha, tez. Rahmat ha. Bak. Tarixiy miros, tarixiy retsept, sadoqat biotexnologiyasi.